Hayoni ta'rifida ulamolarimiz yana aytadilarki, hayo ikki xil bo'ladi. Biri jibilli yoki fitriy deyiladi, ya'ni insonni asl xilqatida bor tug'ma hayo. Bu hammada bo'ladi. Musulmonda ham bo'ladi, musulmon emasda ham bo'ladi. Agar o'sha musulmon emas odamni asl fitrati bulg'anmagan bo'lsa, unda ham hayo bo'lishi mumkin. Bu tabiiy holat. Masalan, avratini ommaga ko'rsatmaslik. Yoki bir kishi kelib qoldi, avratini berkitish. Bu musulmon emas odamlarda ham bo'lishi bu tabiiy holat. Bu Alloh taolo uni xilqatiga qo'shib yaratgan tug'ma hayo bu. Ikkinchi hayoni turi bu kasbiy yoki iymoniy hayo deyiladi. Bu musulmon insonda bo'ladi bu narsa. Iymon taqozosi bo'ladi bu. Bu kasb qilingan hayo ham bu kuchaygani sari bora-bora o'sha insonni odatiy tug'ma hayosiga qorishib ketadi. Mana shuni demak o'sha hayo iymondandir deyilgan hadis shariflarda nazarda tutilgan hayo mana shu bo'ladi inshaalloh.